Assalomu alaykum Gold Clinker kuzatib boruvchilar. Navbatdagi mijozimizga mahsulotlarimizni ko'rib tursanglar bo'ladi. Eski mijozimizga 10 kvadrat qolib zakaz qilgan edi, 14 talikdan qilib berib, hozirgi haligi trendda kelayotgan hamma fasonimizdan 6 xil yangiligimizdan obrazetlarini chiqarib yuboryapmiz. Bu yoqqa esa 35 kvadrat ob'yomda boshqa mijozimizga, bu mijozimizga ham faskadan barcha yangilik fasonlarimizdan obrazetlarini qo'yib chiqarib yuboryapmiz. Gold Clinker korxonasi mebel bozorida, shunday mebel bozorida tepasida juda ko'pchilik Gold Clinkerni filialimiz deyapti ekan. Gold Clinker yagona mana shu yerda. Keyin boshqa joyga qayerga filialligini, franshizasini berayotganlarni aytib o'tadi. Sifatli mahsulotlarni ko'rib tursanglar bo'ladi. Sifatlari yuqori darajada mahsulotlarimiz Gold Clinker korxonasiga kelinglar. Bu birinchi showroomimiz. Xudo xolasa tez kunda yana yangilik showroomlarimiz bityapti. Kattalashtirish arafasidamiz. Ularni ham bitta yangilik qilib xudo xolasa qo'yib o'tamiz. Bu yerda однотонный fasonlarimiz. Однотонныйni ham juda ishqibozlari juda ham ko'p. Bu yoqda esa yangilik chiqqanlarimiz, showroomimiz ichida esa boshqacha turlari. Sizlarni korxonamizda kutib qolamiz. Xuddi shunday sifatli bo'lgan qoliplardan olib, o'zingizlar viloyatingizda, o'zingizlar respublikalarda ishlab chiqarish imkoniyatingiz bor. Sifatlarini ko'rib tursanglar bo'ladi mahsulotlarimizni. Va shu so'qimiz barchasidan qilib eng sifatli qoliplardan qilib berganmiz. Sizlarni ham korxonamizda kutib qolamiz. Mana bonuslarga ham e'tibor berasiz. Har bittasidan bittadan qilib berganmiz. Bulardan showroomlariga yangiliklardan iladi. Zakaz bo'lsa, bulardan ham qolipini zakaz qila oladi. Gold Clinker shunday holatda ishlaydi. Sizlarni korxonamizda kutib qolamiz. Kelaverasizlar.